Men hozir Janubiy Koreyaning Seul osmonini qoplagan darvoza ostidaman. Siz hozir ko'rayotgan darvoza sehrli hayvonlar paydo bo'lgandan beri mavjud bo'lgan eng katta darvozadir. Ko'rib turganingizdek, bunga qarab turgan ko'plab fuqarolar bor, lekin ular ko'rinishdan xursand emas. Bu BBN yangiliklaridan Nick Powell. Hammaga xayr. Men bir necha kundan beri osmonda to'plangan ulkan sehrli kuch haqida ogohlantiryapman. Seul osmonida paydo bo'lgan darvoza faqat boshlanishi va biz bunday darvozalarni turli mamlakat osmonida ham ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, doktor, bu g'alati hodisalar bir necha joyda sodir bo'lishi mumkinligini aytmoqchimisiz? Aynan shu fikrni aytmoqchiman. Siz juda uzoq vaqtdan beri darvozalar va sehrli hayvonlarni o'rgandingiz. Sizningcha bu vaziyatda qanday ish tutishimiz kerak? Ibodat qiling. Bu voqea fojia bilan tugamasligi uchun. Bu g'alati. Men darvozaga kira olmayman. Go'yo devor bilan to'sib qo'yilgandek. Agar bu oddiy devor bo'lsa, men uni buzishim mumkin edi. Ammo buni hatto uyg'onganlar ham o'tolmaydigan devor deb o'ylamagandim. Bu darvoza ichidagi mavjudotlar biz hozirgacha ko'rgan mavjudotlardan farq qiladimi? Ular nima bo'lishidan qat'iy nazar, mening do'stlarim va oilam shu darvoza ostida. Ular mendan osongina o'tib keta olmaydi. Salom, menejer Wu Chinjul. Ha, janob Sung, ovozingiz uzilib qolyapti. Go'shakni qo'yib, keyinroq sizga o'zim qo'ng'iroq qilaymi? Yo'q, buni keragi yo'q. Hozir havodaman. Shunga bunday bo'lyapti. Men sizni bundan buyon rais Wu Chinjul deb atashim kerak edi-ya. Xohlagan paytingizda menga qo'ng'iroq qilavering. Menga o'xshagan odam bunday lavozimni olganidan o'zim juda xijolatdaman. Men yuborgan so'rovni ko'rib chiqdingizmi? Ha, ovchilar byurosidan sun'iy yo'ldosh yordamida butun hududni skanerlashni so'radim. Dunyoning hech bir joyida yangi darvozalar ko'rinish bergani yo'q. Bu degani oldin paydo bo'lgan darvozalardan boshqa yangi darvozalar yo'qligini anglatadimi? Ha, shunday. Ulkan darvozalar paydo bo'lganiga 3 soat bo'ldi. O'sha 3 soat ichida butun dunyo bo'ylab tasodifan yangi darvozalar paydo bo'lmasligi bir-biriga bog'liqmi? Bu shunchaki tasodif emas. Endi biz darvoza yaqinida yashovchi tinch aholini evakuatsiya qilishni rejalashtiryapmiz va ommaviy tartibsizlikning oldini olish uchun biz uni bosqichma-bosqich amalga oshirmoqdamiz. Siz nima qilishni rejalashtiryapsiz, ovchi Sung? Ertaga nima bo'lishini bilmasam ham men olma daraxtini ekaman. Ovchilar uyushmasi mashqlar zali. Rostdan ham bor kuching bilan harakat qilyapsanmi? Meni qirolim, men bunga jur'at eta olmayman. Hechqisi yo'q. Men biroz ter to'kmoqchi edim. Bilasanmi, faqat sen meni shunday qilishga majbur qila olasan. Sizning so'zlaringizdan boshim osmonga yetdi, qirolim. O'z his-tuyg'ularingni so'z bilan ifodalashda kuchayib boryapsan. Qayerdadir odam yemadingmi? Endi esa boshlaylik. Beru, maksimal daraja, qo'mondonning darajasi.
Qo'mondonlik darajasiga ko'tarilganingdan keyin kuchayib ketding. Lekin bilasanmi? Qo'shinda faqat bitta qo'mondon bo'lishi mumkin. Igris va Grid general darajasiga yetgandan so'ng qo'mondon darajasiga erishish uchun ko'p vaqt kerak bo'lmaydi. O'rningni ulardan biri egallashini istamasang, yaxshiroq harakat qil. Haliyam yetarli emas. Beru, mening soyali armiyamning eng kuchlisi bo'lsa ham, uni haliyam o'shalarga qarshi kurashishga kuchi yetmaydi. Men doim hayratdaman qirolimning qudratli kuchidan. U tarixiy drama kanalini juda ko'p ko'rib olyapti. Menimcha, men o'sha kanalni bloklab qo'yishim kerak. Shunday qilib, sinov tugadi. Men endi bu joyni tozalashni boshlashim kerak. Ha rais, iltimos xafa bo'lmang, meni eshiting. Menda 300 ga yaqin chumollar bor. Ular ishni yaxshi bajaradilar. Seuldagi bitta mehmonxona. Ketmaysizmi, janob? Qanday qilib men bunday katta va chiroyli narsani qoldirib keta olaman? Buni katta ekanligi rost, lekin bu chiroylimi? Yurakni titratadigan, hamma narsa go'zal deb ta'riflanadi. Olovli ajdaho, ulkan darvoza, ovchi Sung Jinwuning kuchi, ularning barchasi go'zal narsalar. Meni o'ylashimcha, har bir so'nggi lahza go'zal deb hisoblanishi mumkin. Nihoyat sizda yegmaydigan narsa bor, janob. Aynan, hatto men ega bo'la olmaydigan narsalar bo'lishi kimni xayoliga kelibdi? Darvoza yo'q, orqaga qaytishning nima keragi bor? Lekin ovchilar byurosi xavotirda. Xavotirlangan? Qanday hazil? Ovchi Sung Jinwuning yonida bo'lish bu koinotdagi eng xavfsiz joy. Bundan tashqari, agar biz buni shu yerda to'xtatmasak, undan keyin hech narsa qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham men buni bilmoqchiman. Bu insoniyat tarixidagi so'nggi lahzalar bo'ladimi yoki yangi boshlanishlar? Oyi, evakuatsiya qilmaymizmi? Agar butun yer jang maydoniga aylansa, o'zimiz o'lishni xohlagan joyimizni tanlaganimiz ma'qul emasmi? Qolaversa uyimiz evakuatsiya zonasida ham emas. Keyingi yildan boshlab kollej talabasi bo'laman. Men xohlagan vaqtda yetishim mumkin va yolg'iz yashab kollej hayotidan zavqlanaman. Meni hayotim endi boshlanmoqda. Men bunday bo'lishni xohlamayman. Bu haqiqat. Jinwu bizni himoya qiladi. Xuddi otangiz kabi. Vaziyat shu darajada avj olgan bo'lsa ham, men ularni sezmayapman. Ular qayerda yashiringan ekan? Va o'sha darvoza, men buni o'zim to'xtatishim kerak. Agar men buni to'xtata olmasam, qurbonlar bo'lmasligini ta'minlay olamanmi? Men himoya qiladigan narsalar juda ko'p. Oxirgi daqiqalarimni kim bilan o'tkazgan bo'lardim? Oila, onam, Jina, Gildiya, Jinho, Gildiya rais Uchinjol. Kim bilan?
Do'stlar, To'xtang. Sizni qilichingizdan ikkilanishni sezdim. Sizning ichingizdan qo'rquv paydo bo'lganidan xavotirdaman. Albatta men ham qo'rqaman. Bilmayman, ko'rgan narsalarni siz duch kelgan hidqich hayvonlar bilan solishtirish mumkinmi? Lekin men qo'limdan ayrilganimda men juda ko'p gapirib yubordim. Ovchi, qo'ng'iroqlarni qabul qilish kerak. Shunday emasmi? kechirasiz, ustoz. Ustoz, men to'satdan nimadir bo'ldi. Shuning uchun men hozir ketishim kerak deb o'ylayman. Ha, albatta, bora qoling. Demak, shunday ekanda. Bu aniq. Bu ovchi Sung Jinwoo emasmi? Qani, qayerda? Bu haqiqatdan ham ovchi Sung Jinwoo. Uni yonidagi odam kim? Uning qiz do'stimi? To'xtachi? U ovchilar gildiyasidan ovchi Chaxiyin emasmi? Hozirgi vaziyatni hisobga olsak, men o'ylaganimdan ham ko'proq odamlar bor ekan. Sizga bunday joylar yoqadimi? Menga unchalik yoqmaydi, lekin hech bo'lmaganda bir marta kelmoqchi edim. Xo'sh, nega meni hech bo'lmaganda bir marta kelmoqchi bo'lgan joyingizga olib keldingiz? Siz mening do'stimsiz, Hayin xonim, Bilasizmi, o'sha g'alati haykal oldida. Do'st, men uning do'stiman. Men ovchi Sung Jinwooni qutqarish uchun keldim. Siz eshitganmidingiz? ha, mening eshitishim juda yaxshi. Bu g'alati, o'sha zindondagi o'zi nima edi? Keyingi safar bu haqda ko'proq o'ylab ko'rganimda aytaman. Men ham uning nima ekanligini bilmayman. Tushunarli, lekin iltimos, bu yerga qarang, ovchi xonim. Men katta muxlisingizman. Bu odamlar ko'proq e'tiborni tortadi deb o'ylamaysizmi? Agar biz ularga e'tibor bermasak, hammasi yaxshi bo'ladi. Endi o'ylab qarasam, ovchi bo'lganimga 2 yil bo'libdi. Ko'chada bunchalik xotirjam yurganimga ancha vaqt bo'ldi. Bu odam bilan birga bo'lganimda nimadir boshqacha bo'ladi. Men noyob hidni his qila olaman. Siz ana unga chiqishni xohlaysizmi? Ha, Bunga nima deysiz? ha, Undan keyin yonidagisi-chi? albatta. Hamma narsaga chiqishni xohlaysizmi? Ha, men hamma narsani sinab ko'rmoqchiman. Ko'ryapmanki, bunday joyga kelishni istagan yagona men emasman. Keling, unda har birini sinab ko'raylik. Bu yer unchalik qiziqarli emasmi? Yo'q, albatta qiziqarli. Lekin nega bir marta ham baqirmadingiz? Menimcha, S darajali ovchi uchun bular juda sekin. Harakatlar biroz sekin emasmidi? Nima? Ha. Nega biz rostakamiga qiziqarli narsa qilmaymiz? Qanday ekan? Bu tez va juda baland. Va go'zal. Janob Sung, sizda shunday narsa bo'la turib, nega istirohat bog'iga bordingiz? O'sha istirohat bog'i otam g'oyib bo'lgan darvoza ustiga qurilgan. Shuning uchun ham u yerga hech bo'lmaganda bir marta borishni xohlardim.
rahmat. Men to'g'ri xayrlashmoqchi edim, chunki siz menga yaxshilik qilishdan boshqa hech narsa qilmadingiz. Men hali yana sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bor. Koreya ovchilar uyushmasi. Yana bir necha kundan keyin o'sha darvozadagi yirtqich hayvonlar chiqa boshlaydi. Men hozir B darajasidaman. Men bu yerda qola olmayman. Sen yana kim bo'lding? Oy, u yerda janjal bo'lyaptimi? Men bu yigit juda katta ekanligini ko'ryapman. Menimcha u aktyor Ma Dong-sundan juda katta. U ham ovchi bo'lsa kerak. Axir Seulda faqat ovchilar qolgan. Nima? Ozg'in yigit aqldan ozganmi? Unga tez yordam chaqirishimiz kerakmikan? Hoy, agar kimdir bilan to'qnashib ketsang, kechirim so'rashing kerak. Hoy, agar kimdir bilan to'qnashib ketsang, undan kechirim so'rashing kerak. Men ham B darajasidaman va nisbatan yuqori darajadagi ovchiman. Endi men o'tmishdagi boshlig'ini oyog'ini yalaydigan oddiy odam emasman. Shu yerda menga baqirib turaverasanmi? Agar noto'g'ri ish qilgan bo'lsang, kechirim so'rashing kerak va uni yedi. U odamni yedi. Eshiting, ey odamchalar. Hozirdan boshlab sizlarni ovlashni boshlayman. Men tishlarim, tirnoqlarim va sizlarning zaif terilaringiz va go'shtlaringizni chavaqlab tashlayman. Men hayvonlar shohiman. Hayvonlar monarximan. Agar kuchingiz yetsa, meni to'xtating. Men bu hududda nonushtani juda yaxshi qiladigan mehmonxonani bilaman. U yerda yuvinib, ovqatlanib olmoqchimisiz? Ha, yaxshi bo'lardi. Unda ketdik. Uni shu hudud atrofida demadingizmi? Agar men to'liq quvvat bilan yugursam, shu taxminan 5 daqiqa davom etadi. Qiziq, u 5 daqiqa davomida necha kilometr yugura olishi mumkin? Ovchilar uyushmasida bosqinchi bormi? Rais Wu Chinjul. Jinursan, qurbonlar bormi? Hozircha aniq qanchaligini bilmaymiz. Zindon sinishiga kamida 1-2 soat vaqt ketishi kerak edi. Men kuchli ovchilarni allaqachon darvozalarga yuborganman, lekin aynan shu paytda yirtqich hayvon paydo bo'ldi. Ovchi Sung Jinwudan xabar bormi? Biz uni ushlab tura olmadik. Agar vaziyat shunchalik yomon bo'lsa, men o'zim borishim kerak. Rais, yirtqich hayvonga qarshi tura oladigan ovchi paydo bo'ldi. Nima? Ovchi Sung Jinwu keldimi? Yo'q, u emas, lekin u dunyo darajasidagi ovchi ekanligini aytdi. U hozir o'sha hududda. Men buni haqiqatdan ham qila olamanmi? Men bu yerda o'lmayman, to'g'rimi?
Men Seulda qolganim sababli men taqdirimda o'sha yirtqich hayvonni mag'lub etishim yozilgandir. Ortga qayt. Oyoq tagida o'rlashsang, xalaqit berasan. Ha, bu ovchi So'ngjinvu nimadir bo'ldimi? Ovchi So'ngjinvu, nega shu paytgacha sizga bog'lana olmadik? Men hozirgacha xizmat ko'rsatish zonasidan tashqarida edim. Seulning o'rtasida xavfli yirtqich hayvon paydo bo'ldi. Bo'lishi mumkin emas, lekin zindon ochilishiga bir necha kun bor-ku. Ha, to'g'ri. Dushmanlarning soni qancha? Bu hatto taxminiy raqam ham emas, faqat bittasi bor. Faqat bittami? Hamma ovchi hozir Seulda to'plangan va haybat o'lchamdagi darvozaning zindon sindirishini to'xtatish uchun ular chetda turgan bo'lishlari kerak. Va ular kutilmaganda paydo bo'lgan bitta sehrli hayvon tomonidan yo'q qilinmoqdami? Unga duch kelgan butun bir gildiya bir zumda yo'q qilindi. Menimcha bu sizning oddiy hayvoningiz emas. Men hozirgina Tomas Andreyaning o'sha hayvonga qarshi chiqqani haqida xabar oldim. Mumkin emas. Men soyali askarlarimni Tomas va ko'p ovchilarga qo'ydim. Va agar biron bir g'ayrioddiy narsa sodir bo'lsa, menga xabar berishlarini aytdim. Va butun bir gildiyani yo'q qilishga qodir bo'lgan yirtqich hayvon bor va men hali ham bundan xabar olganim yo'q. To'xtachi, Seuldagi soya askarlarim bilan signallarim g'alati darajada zaif. Go'yoki bir narsa ataylab signalni zaiflashtirayotgandek. Nimalar bo'lyapti? Belgilangan soyali askarni topib bo'lmadi. Hatto men koordinata sifatida ishlatgan askarlar ham g'oyib bo'ldi. Menimcha, Koreyada muammolar bor. Zindon buzilishi allaqachon sodir bo'ldimi? Yo'q, menimcha bu boshqa narsa. Katta kuchga ega dushman va ularga qarshi turgan jahon darajasidagi ovchi va 100 ta signal. Demak, bu rais o'sha yirtqich hayvonning soyasi bormi? Siz bu yirtqich hayvonning soyasi bor yoki yo'qligini tasdiqlashingiz kerak. Ular ko'zga ko'rinmas soyalar orqasida ulkan yirtqich hayvonni yashirgan bo'lishlari kerak. Tomas Andre. Ha, bu Tomas Andre. Shunchaki qotib turmang. Fuqarolarni qutqarishni boshlang, ahmoqlar. Qarasam bu hayvon o'z o'rnini bilmay pishqirib ketyapti. Bunaqa hayvonlarga yaxshilab joyini ko'rsatib qo'yish kerak. Men bunga yo'l qo'ymayman. Uning qarshisida turgani uchun titrayapti. Yugur, qoch, bo'lmasa o'lasan. Men ham buni bilaman, ammo men ham ovchiman. Men hech narsadan afsuslanmayman. Bu mening hayotimdagi so'nggi tanlov bo'lsa ham, men baribir buni qilaman. Ma'nosiz hayotdan ko'ra mag'rur o'lim afzal. Men to'g'ri tanlov qildim. Men noto'g'ri tanlov qildimmi?
Ha? Kechirasiz, lekin siz Tomasni xavfsiz joyga olib bora olasizmi? Demak bu rost ekanda. Men o'sha yigitdan odamni hidini sezyapman. Oddiy inson. Biz xavfsizlikdamiz. Bizdan xavotirlanmang. Uning o'ldirishga bo'lgan niyati judayam kuchli va buni ustiga u bir o'zi emas. Qanday qilib sen inson tanasida bo'lishingga qaramay monarxlarning kuchidan foydalana olding? Yordamchi administrator ehtimol buni yo'lini topdi. Soya monarxi u bilan shartnoma tuzganiga ancha vaqt bo'ldi. Demak, men bu odamni tanasini yeyishim mumkinmi? Men har doim boshqa monarxni ta'mi qanday bo'lishiga juda qiziqqanman. Qor xalqining shohi, o'rmon monarxi sizni dushman deb biladi. Hayvonlar shohi, hayvonlar monarxi sizni dushman deb biladi. Hasharotlar shohi, vabo monarxi sizni dushman deb biladi. Chiqinglar. Bu yangi soya armiyasimi? Ularni soni ko'p bo'lishi mumkin, lekin ular mayda hasharotdan boshqa narsa emas. Seni askarlaring bu qamoqxona ichida bir qadam ham harakatlana olmaydi. Hech bo'lmaganda bolalarimni qoldirishingiz kerak edi. Men ularni ko'rmaganimga ancha bo'ldi. U bizga qarshi turish uchun bunday askarlardan foydalanmoqchi bo'lgan deb o'ylash ham kulgili. Bu boshqa monarxlarni kamsitish bilan teng. Buning ustiga uni soya monarxligi kuchini to'liq o'zlashtira oladi deb o'ylamagandim. Soya monarxi eng buyuk monarx bo'lsa ham, u boshqa monarxlarning kuchiga past nazar bilan qaramasligi kerak. Sen Men nima bo'lsayam seni o'ldiraman.